Bugün biz yana davamlı bir qancha filtrlar haqida paylanib baqayli, ularni paylanib ba'zi bir amaliy misollarni ishlab baqayli. Masalan, rasmda hozir bir ishxonaning aynak eshigi ko'rinib turibdi. Am mening maqsadim nima degan chog'da, mush aynak bo'lgan rayonlarni texmi gullik bir aynaklarga aylantirmoqchi. Boshqacha bir unum paydo qilmoqchi. Bu filtrlardan paylanib mush unumlarga erisha oldim. Unda o'z man qanaqa qilma degan chog'da, dastlabda men bir rasmni bir qatim nusxalab oldim. Nusxalab bo'lib, buni aqliy idrokli rasm obyektga aylantirib bo'lgandan keyin, men mana shu aynak o'zgartmoqchi bo'lgan, gullik qilmoqchi bo'lgan doirani qalam quroldan paylanib turib, ramkalab oldim. Ramkalab bo'lgandan keyin, mana holat shakllandi. Men shakllanib bo'lgandan keyin ustidagi mana holatni men maskalab oldim. Hamma shu o'zgartishlik kelishlik bo'lgan yerlarni men maskalab oldim. Demak, nima degan chog'da men mana holatni agar tanlagan bo'lsam, men hozir shu holatlar tanlandi, qolgan rayonlarga hech qanday o'zgarish bo'lmaydi degan gap. Andan keyin men bunga filtr unum berdim. Shuning bilan bu aynak eshik boshqacha bir unum paydo bo'ldi. Ham bu unum qanday paydo bo'ldi degan chog'da, buni ostiga chekkan chog'imizda bizning filtr ambarimiz kirsak bo'ldi. Buning ichida undan keyin shaklni o'zgartirishda aynaklashtirish yoki aynaksima xususiyatni paydo qilish degandek. Ammo shu orqali men nisbat tanishdim. Bu yerda men buningki egri-bugri nusxalarini, cho'ng kichikligini, undan keyin siyliq yenikligini tanishdim. O'zimizning ahvol qarab turib, mas qadam tanishsak bo'ladi. Undan keyin bu yerda gullarning shakli, masalan, kvadrat shaklda bo'lamdi. Bo'lak holat bo'lamdi yoki rasm altida bo'lamdi yoki boshqa shakllar bo'lamdi degandekchi. Tanlab bo'lgandan keyin buning cho'ng kishikligi qanday bo'ladi, shularni tanlasak bo'ldi. Bu yerda men cho'ng kishiligini shu katak yoki rasm olib olsam, bu hozir yantu holat bo'lg'achqa xilchilik yo'qolib ketdi ekan. Men shunga eng asosiy kichik kamera altini tanladim. Tanlab bo'lib, undan keyin shu jazmlashtirishni belgilatdim. Belgilatgandan keyin hozir bir xil bu xil holat keldi. Agar siz texnik yosh qilasangiz, bu yerda azroq sayillarni tushirsangiz, uning texmi bir xil unumlik ekanligini, chiroqning tushganligini qilasangiz, texmi chilliq erisha olamiz degan gap. Endi bu aynak quroldan boshqa biz yana bir qurol qilamiz, u bo'lsa-mu suyuqlantirish quroli. Hem suyuqlantirish qurolini so'zlashdan burun biz bu artistni taklif qilsak bo'ldi. Bunu degan chog'da mening maqsadim suyuqlantirish qurolidan foydalanib turib, masalan, ko'zlarni sal uyg'ontish, mush ingaklarni ost taraflarini sal inchik qilib, texmi bir go'zal holat ekanmoqchi. Qanday qilma degan chog'da, agar sizning ishlatganingiz Photoshop CC bo'lsa, bu harakatni bevosita biz aqliy idrokli obyektga aylantirsak bo'laverdi. Aylantirib yetib, undan keyin suyuqlantirish qurolini ishlatsak bo'ldi. Agar sizning kompyuteringizdagi Photoshop CC'dan emas, balki Photoshop CS6 yoki undan tuvan nusxalar bo'lgan bo'lsa, nashrlari, u chog'da siz buni aqliy idrok obyekt aylantirib olib, uni bevosita ishlatammaysiz. Bu vaqt qanday qilamiz degan chog'da, bu vaqt siz rasm bir nusxa ko'paytirib olib, shu nusxaning ustida bevosita ilib olsangiz bo'laveradi. Ammo Photoshop CC bir xil ilg'orroq bo'lg'achqa, buni avtomatik qilib berish holatiga yetibdi. Men bunu qilib bo'lgandan keyin suyuqlantirish degan bu knopkani besib etgandan keyin yangidan bir ko'znak paydo bo'ldi. Qarasam, atrofda chambarsimon bir holat shakllanibdi. Men buni qilsam qo'l oldi. Bu nima degan yo'tkash holati yoki boshqarish holati. Uning o'ng tarafida tanshaklar bor ekan, cho'ng kichikligi, masalan, cho'ng qilsam, texnik intan yo'qolib ketib, ekranim patmabdi. Qisam texim yo'g'on hozir holatlari. Qisam moq daraja kichikligi. Undan keyin buningki quyuqligi, ta'sir qilish nuqtalari degandekcha. Undan keyin besimi deganlarni tanlasak bo'ladi. Orqaliq ma'lumotni hozir men shu ingak tarafini sal ichiga yig'ay. Ham qanday qilma degan chog'da buningki bak cho'ng daraja o'zgarib ketmasin deb buni quyuqligini sal to'ldirib turib, besimini sal kichiklik turib o'zgarsam bo'ldi. Qisam hozir ichiga azroq yig'ilyotdi degan gap. Buni bak oshirib olsak, chilliq yo'qolib ketadi. Shunga men muvofiq darajada buni tanlashay. O'zingiz ahvol qarab turib, muvofiq tanlasangiz bo'ldi. Bak oldida eshib ketsin bo'lmaydi. Endi men bu yerda buning keyindagi to'rni ko'rib qolsam bo'ladi. To'rni ko'rsak, bu tarafda azroq egilishning borligini his qila olamiz. Men buni keyin cho'ng kichiklikni tanlashay olmayman.
Andaki rengini o'zgartiraman. Qizillarga yoki boshqalar orqali ko'rsam, foydalansam bo'ldi degan gap. Ma'lum o'tiroqlar ekilib, undan keyin foydalansak ham bo'laverdi. Yoki o'chirib olsak ham bo'ladi. Undan boshqa biz meyada masalan keyin tagligini ko'rsak ham bo'ldi. Hozir ko'rish suzlikligi 0 ekan. Men buni olgan chog'da asli rasmga oldi keldi. Men qilishni o'zgarganligi oldi. Qarg'on chog'da xel unum bo'lganda qiladi. Hemen bu holatni o'chirib tursam bo'ldi yoki nima ekib qo'yib tursam bo'ldi. Undan keyin yana maqsadim ko'zni sal yo'g'ontish. Yo'g'ontish uchun men bu nonbek yo'g'onib ketganini his qildim. Men maqsadni kichiltib, ko'z doirasida o'beklik cho'kibdi. Men bu darajani sal cho'ng'aytib, misol ekib qo'ygandan keyin yana buningki quyuqligini sal tuvaltib turib, bisimni sal kichiltib turib, masalan ilib borayli. Bunun qaysini paylansak bo'ldi degan chog'da miyada ko'ptirish quroli deydigan bir va shunda paylanib turib, ko'z bor rayonga asta chekdim. Ko'zni pek yo'g'on qilsam, adadin qo'rqinchli bo'lib ketishi mumkin. Men mushalatni sal yaxshi ko'rgan bo'lsam, undan boshqa men asliga ya'ni yig'ish qurolidan foydalanib turib yig'sam bo'ldi yoki almashtirib ishlatsam bo'ldi. Men buning darajasini yana alt knopkasi bilan mousening 10 knopkasini besish orqali kichiltib, cho'ng'aytib olib yasam bo'ldi. Bu darajada qilib bo'lgandan keyin shu holatni men bo'lgan bo'lsa, men asliy holatni ko'rib boqay. Chiq o'zgarish bo'lmabdi. Unday qilsa biz yana kuchayli. Endi muvaffaq bo'ldi deb qaramiz. Sol ko'zbek yo'g'onlikda men buni muvaffaq darajadaroq yig'ay. Alt knopkasi bilan mousening knopkasini qilish orqali kichiltdim. Hamma shu holatni bo'lgan bo'lsa, masalan, biz tizimlashtirsak bo'ldi degan gap. Undan keyin men tizimlashtirsam bo'ldi. Tizimlashtirib bo'lib, qarasangiz bu unum hosil bo'lgandan keyingi holati. Undan boshqa buni o'chirsak, unumning burunqi asl holati unum bergandagi holati o'sha orqali tanishsangiz bo'ladi degan gap. Biz yana bir nuqtani so'zlaylik, u bo'lsa-mo yo'qosh nuqtasi deydi. Bu nima degan chaqda bu hamda biz ko'rinish qoidasiga asosan qilgan narsa. Masalan, yaqindagi narsalar cho'ng, egiz, kengri ko'rinish mumkin. Bag'ansiz yiroqlagan chaqda bu kichik bo'lib, oxiri chekitib ketadi. Masalan, relsni misol olsak, poyezd relsini misol olsak, poyezdninki biz ko'rgan yeri kengri bo'lgan bilan yiroq qargan sari oxiri chekitib ketadi. Bu shunga o'xshaydigan narsa degan gap. Men buni texim yaxshi ishlash uchun Allan bu rasmni sal cho'ngaytay. Cho'ngaytish uchun rasmni chekirib, rasmning cho'ng kichikligi deganga, asli rasmning kengligi 42 to'q. Men buni o'ng tarafga ozroq kengaytay. Kengaytish uchun men kengligi deganga bir 30 santini qo'shib beray. Endi jazmni turatgandan keyin bir holat paydo bo'ldi. Endi men shuni ilib boray. Buni men nusxalab olsam bo'ldi. Lekin men buni aqliy idrok obyekt aylantirib olsam, bu yerda yo'qosh nuqtasi degan ishlatanmayman. Shunga men buni aslilikka olib ekib turay. Bir qadam chekindirdim, rasm oltidan yana buni ko'paytirib nusxalab olgandan keyin mush nusxasida biz davomli nusxa ilib boraylik. Lekin yo'qosh nuqtasi degan chekkandan keyin qarasangiz bu yerda bir to'rtsimon qurol bor turibdi. Bu nima degan chaqda biz mushu yuzni belgilaymiz degan gap. Men bir chekit urib olgandan keyin ikkinchi doirasi sig'anchig'imda bu bir siziq paydo bo'ldi. Men taxminan mushniki doirasini tanlab olay. Undan keyin nima degan chaqda mushu doira bizningki yantuliq darajasini belgilab bo'lgan gap. Men qalamni o'tab bo'lgandan keyin men bu taraf o'tkazsam, bag'on yo'g'indi, bu taraf o'tkazsam, bag'on kichiklab ketayotganligini his qilaysiz. Bu avtomatik shuni his qilib beradi degan gap. Endi men buni kengaytsam bo'ldi, muvaffaq darajada kengaytib bo'lib, buning roli nima degan chaqda amaliyotda buningki eng cho'ng roli mushu cho'ng kichik munosabatdan foydalanib turib, tamg'a orqali bizga nusxalab berish demak. Men tamg'ani besib bo'ldim. Tamg'a knopkasini besib bo'lgandek o'xshashlar alt knopkasini besib biz nusxalamoqchi bo'lgan doirani, masalan, men mush nuqtani nusxalamoqchi bo'lgan bo'lsam, men mush nuqtani nusxalamoqchi bo'lsam, hozir qo'shib chiqqandan keyin mouse'ni besib bo'lib, mushni akasam bo'ldi degan gap. Agar men bu yerga ekilib yoki musha ekib bo'lgandan keyin men davomli nusxalamoqchi bo'lsam, sursam bo'laverdi. Surgan joyimda
sal ehtiyot qilibroq bo'yay. Buningki cho'ng kichikligini anadan keyin qattiq darajada tanlasak bo'ladi degan gap. Hemen bo'lgandan keyin hamda bevosita bo'yab boqay. Buni nəhayət inchiki bo'yğanchig'ingizda alayda bir unum paydo bo'lishi mumkin. Ham buni asosli rolimiz shu. Mush orqali biz o'xshamagan nuqtalarni ko'paytirish unumiga erisha olamiz degan gap. Mana bu qilish orqali masalan men bu yerga Slack bo'lgandan keyin taxminan hamda o'xshash bo'ldi. Men chunki buni oldirab qolganim uchun toz yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Lekin buning maqsadimiz shu. Hamda mush orqali biz ba'zi shakllarni biz tez suratda uzata oladigan, kengaytira oladigan mashg'ulotlarni qila olamiz. Masalan, bu yerda hozir yana bir rasm qalam turibdi. Men bu yerda rangini tanlab bo'lgandan keyin mushning ustida rasm chizsam bo'ladi. Masalan, yechlarni tanlab olgandan keyin yiroq nuqta kichik chiqadi. Masalan, men bunun qattiqligini yana 100% qo'yay. Undan keyin men masalan suzib chiqqan chig'imda qarsangiz yaqin kelgan sari bu yo'g'inayotganligini his qila olasiz. Bu nima degan chog'da shu yiroq yaqinlik munosabatidan foydalanib qilgan. Ba'zi vaqtlarda biz shu quroldan foydalansak tez ham yaxshi unumga erisha olamiz. Undan boshqa rang suzish quroli, bu yerda undan boshqa sizg'ich metr desak bo'ldi. Masalan, men mush orliq qancha degan chog'da hozir 4 bo'lak orliq ekanligini, hamda ma bo'lakdan ma bo'lak orliq jo deb qolmasak, bizga avtomatik 14 ekanligini hisoblab beradi. Mush orqali biz yangi unumlarga erisha olamiz degan gap. Bizning ahvol asosan siz har xil kengaytib ishlasangiz bo'laveradi.